Bu gapni faqat erkak kishi tushunadi. Qanaqa erkak? Yo'qchilikni boshidan o'tkazib tiklangan o'zini kuchi bilan. Yo'qchilikni boshidan o'tkazayotgan erkaklar tushunadi bu gapni. Hozir topayotgan pulingiz yaxshi emas, o'rtacha oylikka ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Hozir bu pul topayotganim bilan qachon unaqa uy olaman? Qachon unaqa zo'r mashinalar minaman? Do'stim, siz bu holatga hech qachon nolimang. Uni miqdori qanchalik emasdi. Siz sababini qilyapsizmi? Ishlab harakat qilyapsizmi o'z bo'lsa ham? Allohga oson. Alloh xohlasa kambag'alni boy qiladi. Men hozir bir gap aytaman, siz inshaalloh deb yozib ketasizmi? Agar Alloh xohlasa bir kun kelib moliyaviy tomonlama shu darajada barqaror bo'lasizki, Alloh taolo boshqalarga baraka berish uchun sizni cho'ntagingizdan foydalanadi. Siz shunchaki harakat qilishdan to'xtamang. Oz bo'lsa ham oziga shukr qilib qanoat qilishga harakat qiling. Qolganini Allohga havola qiling. Inshaalloh o'sha kun keladi. Bu gapni faqat erkak kishi tushunadi.